bolajoni. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yib qo'yingizni olyapsiz. Jinimisan to'roningda nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring. Voy bolajonim, ey. Ha, turqing qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichib ketib qoldi ona. Hidi chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. Tumsu pyari kimiz. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Senda gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman-da odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski basharam, nima qilyapsan? Oyijon, bugun Xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eruvchi tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishtonning o'tingga quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlikka o'qigandik-ku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandini. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti meni. O'zcha qinchakina qilyapti bu amirta shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surxondaryoda o'qitsang bo'lmasmidi? Qayerda o'qitaman? Termiz iqtisodiyot va servis universitetida tibbiyot fakulteti bor. Ana o'sha yerda o'qiganda men buning moshli mutaxassis bo'lardi. Bu yoqda talabalar uchun hamma sharoit bor. Undan tashqari bakalavr, magistratura, ordinatura ham bor. Ordinatura ham bormi? Hamma narsa bor. O'sha yerda o'qiganda men Surxondaryo bolalariga o'xshab chaqqon bo'lardi. Yurishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Ay dadasi, hamsiyamizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'dirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsan. Nimaga? Nimani? Ya, kimligini kesmayapman, rost chiqaman.